Chunki bu ablisovchniklar mana juda ham chiroyli ranglari chiqqan aka, ablisovka plitalar. Mana bu yangiliklarimiz Dakota sokollar chiqqan mana. Dekorativni. Buni fasadga ursa ham mana bog'chalarga juda chiroyli chiqadi. Dik kaminga o'xshab. Ertak nima olib chiqadi? Mana bu yerda yangilik 3D'larda aytib o'tganmiz endi aka. Mana bu Kanakovskiy degan yangi toshimiz kelgan. Kabanchikka o'xshaydi. Kabanchikka chiqdi-yu buni. Xuddi o'shini fasadni plitasi bu. Kabanchikning kvadrati 130 ming shunaqa ekan. G'ishini o'zi. G'ishini o'zi. Endi bizda bu fasadni plitamiz o'zi 95 ming so'm. Bu 95 ming. Beton fasadni plita 95 ming so'm. Mana bular mramorning yangi ranglarimiz bo'ladi. Video davomida bitgan uy bor, xuddi shu fasadni plitada. Juda ham go'zal chiqqan, ko'rsatib o'tamiz. Boruvchilar kuzatib tursa. Zo'r. Mana yangiligimiz kelgan aka. Mana bu. Russi degan mana bu 5D bo'lgan, bu ham bo'rtib turadigan fasadni plita. Buni qolip qancha chiqyapti? Hamma qoliplarimiz bizda sifatiga qarab. 130 dollardan 200 dollargacha. 130 dollarligini farqi 130 dollar O'zbekiston seriyasi, 200 dollarga Rossiyadan keladigan kauchuk. Shunda farqi bor. Kauchukda farqi bor. Biz 130 sotayotganda boshqalar 160, 170, 190 sotyapti. Kelsa biz 130 dan ham kamaytirib beramiz. Farqini ham ko'rsatib berasizlar, farqini ko'rsatamiz. Qoliplarni seriyosini hamma yo'g'ini biz ochiq aytamiz, ochiqchasiga tushuntiramiz. Ko'z bilan ko'rgan boshqada uni ushlab bunaqa desangiz, keyin odamlar bu bunaqa ekan. Hali Gold Clinker akkauntlarimizni, sahifalarimizda qo'yib boryapmiz. Rossiyani juda ko'p joydan kelib olib ketishyapti. Tojikistonliklar, Rossiyaliklar, Qirg'izistonliklar Rossiyada yashayotgan odamlar shu yerga ishlab chiqarishni ochyapti, yurib ketyapti, Allohga shukr. Mana Moskvadan keldi mana shu oy. Moskvadan kelib 52 kvadrat qolib oldi bitta akamiz. Krasnoyarskiydan, Severniy Kavkazdan o'zimiz akalar, o'sha yerda ruslar ham zakaz beryapti, jo'natib beryapmiz. Zo'r. Hali Rossiyada joylashib ketgan o'zbeklar yo'q, o'zimizning vatandoshlar bo'lsa, ishlab chiqarishni u yerga ham qo'yib beramiz. Uni ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r, akalar mana Rossiyada lebo ish qilsa yurardim. Men o'sha bir paytlar borganimda hayron qolganman-da, haligi eng dengasi odam ham birorta ish boshlasa o'zidan o'zi yurib ketaveradigan joy ekan-da. Har qanday mahsulotga u yoqda talab katta. O'zimizda ham shunaqa kun bo'ldi hozir. Nima chiqarsa o'sha talab bo'lyapti. Ventilyatsionniy fasad deb bu narsa Rossiyada juda ham nima, ommabop o'zi aslida. Havo aylanadi-da devor bilan fasad orasida. Shunaqa, ventilyatsionniy fasad. Bu o'z-o'zidan 3 plitel qo'ymasa ham 3 plitel bo'ladi. Chunki terimizda ham masalan ikkita mana orasida havo bo'ladi, shuning uchun issiq sovuq tushadi. Bu ham xuddi shunaqada. Zo'r. Orada havo mikroklimat. Ya'ni oradagi o'rtacha iqlimni ushlab tura oladi. Ko'rishinglar mumkin aka, yangiliklarimiz mana Kanakovskiy shunaqa ranglari. Bu yer dekorativniy kafelarga, shunaqa joylarga juda ham chiroyli chiqadi. Buni barchasini qoliplari bor, ishlab chiqarishni o'rgatamiz aka. Bu rangini ham zo'r chiqaryapsizlar. Shunaqa chiqaraveradi. 100 xildan ortiq rang bor, 50 xilga yaqin vibr bor. Endi bizga ishlab chiqarishga kelgan odamlarga biz tavsiya qiladiganlarimiz hadavoylarni tavsiya qilamiz. Masalan, 30 kvadratga puli bor deylik, faqat qoliplarimiz 200 dollardan 130 dollardan 200 dollargacha bo'lsa, hajmiga qarab 10-15 dollardan tushib beramiz. 1 kvadratini. Ayta olamiz, uni tushib beramiz. Chunki o'zimizning mahsulot o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Bizdan olib sotishadi. Narxlar aytilish ekan. Mana bulardan aka, mana ablisovchniy kirpishlar hozir menda aka kecha kuni 540 kvadrat zakaz oldim. Mana mashina o'ziga o'zi 2000 kvadrat zakasi bor edi. Ya'ni 540 kvadrat zakaz oldim. Uni bitirsak, bitta Qashqadaryodagi katta zavod ekan. O'rta Osiyoda bitta ekan u zavod, hali tok ishlab chiqaradigan zavod ekan. O'sha zavodda bir oshxonasini qilyapmiz, 530 kvadrat, 540 ekan. Bu yog'ida 5000 kvadrat zakaz turibdi. Qo'yib. Bitta sex shunaqaki bitta katta zakaz olsa aka, yetadi, o'zi 2 oylik pulini 10 barobar, 20 barobar qilib chiqarib yuboradi. Shunaqa. Zo'r. Mana bu aytib o'tgan atkosniklarimizni, mana derazadan chekkaga ishlatiladiganlarni ham mana nimasi chiqqan aka, burchakka ham ishlatsa bo'ladi. Keyin ko'pchilik savol beradi, derazalar atrofini tunika fon bilan, alka fon bilan, bum bilan ham yopsa bo'ladi. Demak, manonni olsa hamma muammosi hal bo'ladi. Burchagi ham, deraza atkozi ham. Shunaqa aka. Bular yangilik. Mana bu nimanimizni mramorniydi. Ko'rishingiz mumkin aka. Mramorniy bu. Tabiiy mramorga o'xshab chiqadi. Juda ham chiroyli chiqyapti. Hozir mana aka bu narsamiz 110 ming so'mdan 1,5 oylik o'chirti sotilyapti. Hozir 1,5 oylik o'chirti bor buni. 1,5 oy kutish kerak hozir. Aka, bizga rost bu narsa Navoiydan, Angrendan kelib shuncha yo'l bosib fasadni plitamiz zakaz berib ketishyapti odam. G'ishiga o'ziga. Zo'r.